Centrum Holidays, ya'ni litsenziyalangan umra ziyorati. Hozirgi kunda do'stlar, dokumenti bor firmada umra ziyoratiga 14 kunlik umra ziyoratiga borib keladigan bo'lsangiz, narx-navo necha pul bo'lyapti? Manzilda boshida aytib o'tib ketamiz do'stlar, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri do'stlar, temir yo'l vokzalining yonidagi Centrum Holidaysda Glamniy ofisda, ya'ni Ulug'bek akam bilan inshaalloh sizga umra narxlarini yoritib bergani yetib kelganmiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling, shu kanalga obuna bo'lib, bir dona like tugmasini bosib qo'ysangiz, inshaalloh do'stlar siz har kuni yoki kunda umra narxlari, shart-sharoitlari bilan tanishib bo'lasiz. Xo'p, bo'lmasa ham sizlarni uzoq kutib turibmiz, to'liq ma'lumotni Ulug'bek akamizdan olib beramiz. Ulug'bek aka, xudo xolasa hozir mana oktyabr oyining oxiri, o'sha oktyabr oylari yopildi. Noyabr oyiga xudo xolasa reyslar ochilyapti. Noyabr oyiga o'sha 6 viloyatdan premyer reyslar ochganmiz. Farg'onadan, Namangan, Andijon, Toshkent, Samarqand, Termiz shahridan premyer reyslar ochilgan. Noyabr oyiga deyarli kunda-kunora reyslar qo'yildi. Reyslar soni ko'paytirib qo'ydik xudo xolasa. Shart-sharoitlar qanaqa ekan? Xo'p, shart-sharoitlari premyer har aytilgan 6 viloyatdan ham Madinaga, ham Jiddaga premyer uchsa bo'ladi. Bordi keldi bileti bilan bo'ladi. Madina Munavvarada 2 kecha 3 kunduz o'rinadi. Makka Mukarramada 11 kecha o'rinadi. Madina, Makka bo'ylab 11 dan oshiq ziyoratlari, qo'shimcha sayohatlari, Qizil dengiz sayohatlari, Sulaymon Rojiyevich masjidlari kechki ovqatlari, Xurmo bog'ida kechki ziyofat oshlari bor Madina Munavvarada. Keyin yana hamma ko'p savol berishadi. Qur'on zavodi qana bo'ladi? Qur'on zavodiga olib kirib chiqasizlarmi? Qur'on zavodimiz haftada 4 kun ish kuni, 3 kun dam kuni bo'lgan hisobiga ish kuniga to'g'ri kelsa olib kirib chiqamiz, dam kuni bo'lsa olib kirib chiqolmaymiz. U davlatning anaqasi hisobligi uchun. Xo'p, mehmonxonamizga kelib chiqadigan bo'lsak, Madina Munavvarada mehmonxonalarimiz 200-300 metr joylashgan Andalus mehmonxonasi Baqiy qabriston oldida joylashgan bo'ladi. Yerda 2 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Makka Mukarramada Rose Garden mehmonxonamiz 2,5 kilometrda joylashgan, 2 kilometrda joylashgan mehmonxonamiz bo'ladi. Yerda 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Haqa borilgandan keyin xudo xolasa gastinisalar yaqin joylashgan. 24 soat avtobus xizmatlari joylashgan bo'ladi. Bemalol kirib chiqib yurishaveradi. Zo'r. Aqa borilgandan keyin aka xudo xolasa yosh katta insonlar ertaga bo'ldi, mazasi bo'lmay qoladigan bo'lsa, doktor xizmatlari, aravachalar, avtobuslar qatnab turib ishlab turishibdi. Ha, doktor xizmatlarimiz 24 soat doktorlarimiz bor. Undan tashqari aravacha xizmatlarimiz, aravacha xizmatlari tashkillashtirib qo'yilgan. Aravachaga misol kimdir aravacha qildirib umra qildirib bersin desa, yetish gruppamiz ham bor, umra qildirib berishadi. Keyin undan tashqari saytda o'tganimizda 24 soat mehmonxonamizda avtobus xizmatlari bor. Ikkita avtobusimiz bo'ladigan bo'lsa, 24 soat to'xtovsiz qatnab hojilarimizni haramga toshib turadi. Zo'r, gap yo'q. 50 boshlarchi aka, 50 boshlar? 50 boshlarimiz har bitta reysda billa borib, billa keladi. Malakali diniy qo'mitadan ajratilgan 2 yildan 5 yilgacha tajribasiga ega bo'lgan 50 boshlarimiz tayinlanadi. 14 kun davomida billa borib, billa kelishadi. Narx-navo qanaqa bo'lyapti? Bu narx-navolarimiz $1050 dan bo'lyapti narxlari. $1050 hamma viloyatda. Hamma viloyatda. Zo'r. Premyer reys bo'ladi, perisadka bo'lmaydi. Yo'q, perisadka bo'lmaydi. Premyer reysda bordi keldi reyslar bo'ladi. O'zimizda Centrum Airdan borib kelishadi. Zo'r. Gap yo'q. Hozir aka qarang, misol bitta oiladan ketayotganlar bor-da, ko'pchilik. Ko'pchilik ketadigan bo'lsa, firma tomonidan bonus qilib berishamikin deb ham so'rashyapti. Xo'p, bitta oiladan 5 kishidan yuqori ketadigan odamlar bo'lsa, bonuslar qilib beramiz chiroyli qilib. Bonuslar qilib beriladi. Agar 4 ta erkak, 4 ta ayol bo'ladigan bo'lsa, anda gastnisada bitta xonaga joylashsa bo'laveradi. Ha, gastnisada o'zi standart paketlarimiz 4 kishilik, 5 kishilik xona joylashuvda bo'ladi. Masalan, bitta oiladan siz aytganingizdek 4 ta ayol ketayotgan bo'lsa, 4 ta ayol bitta xonaga joylashsa bo'laveradi. U tanlov o'zlaridan, erkaklar ham, o'sha sheriklar ham o'zi 50 boshlar aytadi-da, Madina Munavvarada joylashayotganda, Makka Mukarramada joylashayotganda mehmonxonada hamma o'zini sheri jup-jupida joylashib olsin. 4 kishilik xonamiz mincha, 5 kishilik xonamiz mincha deydi. O'zlari sheriklarni tanlab joylashaveradi. Joylashib olsa bo'laveradi. Xudo xolasa aka, endi biza misol Farg'ona, mana shu Marg'ilon vodiydan bo'ladigan bo'lsa, endi ofisga kelishi oson. Chunki mana ofisning manzilini boshida aytib o'tib ketdik. Uzoqroq joydan bo'ladigan bo'lsa, shu WhatsApp, Telegram orqali joylarda pasportlantirsa, bron qilsa bo'ladi. Ha, mana shu ko'rib turgan nomer orqali pasportlarini rasmiy olib tashlab bersa, Telegram va WhatsApp orqali biz shartnoma tayyorlab, shartnoma tashlayveramiz. Shartnoma asosi bo'yicha to'lovlar o'tkazib, aytilgan sanalarga pasportlar joylanib bron qilishlari mumkin. Aeroportda chiqib, o'zimizni kutib olib, firma tomonidan beriladigan kamzul, somka, bejigi, keyin yostiqchasi beriladi. Keyin o'sha vizalarni qo'llariga berib, 50 boshlar bilan tanishtirib qo'yib, uchirib olamiz, xudo xolasa. Zo'r, gap yo'q. Xudo xolasa do'stlar, mana shart-sharoitlarni hammasini aytib o'tdilar. Yana bitta narsa qolib ketibdi. Yosh bolalarning to'lovini ham so'rab bering deysiz. Xo'p, yosh bolalarimiz to'lovlari 2 yoshgacha $200, 2 yoshdan 5 yoshgacha $700 bo'ladi. 5 yoshdan yuqori yoshdagilarga $1050. $1050.
Zo'r, gap yo'q. Xudo xolasa do'stlar, akamiz bilan to'liq ma'lumot beradigan umiddamiz. Video pastda nomerda WhatsApp, Telegram bor. Kelaman deydigan bo'lsa, lokatsiyalarni ham tashlab berishaveradi. Undan tashqari sizni qanaqadir qiziqtirgan savol bo'ladigan bo'lsa ham telefon qilib so'rasangiz bo'laveradi. Xo'p, do'stlar, shu video keyinroq tarqalishligi uchun bir dona like tugmasini bosish, kommentariyaga omad deb yozib qo'yish esdan chiqmasin. Shunaqa Umra ziyorati narxlari, shart-sharoitlarni doimiy bilib turmoqchi bo'lsangiz, shu kanalga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, do'stlar, inshaalloh sizga yangi ma'lumotlarni ulashib turiladi. Biz ham to'liq ma'lumot beradigan umiddamiz. Aka, sizga ham katta rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh biz ham sizlarga ma'lumot berishdan charchamaymiz. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.